Rosayam charchadim. Zaldan judayam qattiq charchabman. Endi ozgina dam olmasam bo'lmaydi. Aniq 5-6 soat uxlayman. Stop, birinchi kompyuterni ko'rib olay. Nimaga yonmayapti kompyuter? Negadir kompyuter yonmayapti. Razvedkadan chatib oldimikin. Nima bo'ldi bu? Ishlamayapti. U qutuga kiraverdi. Mayli. Kichcha yotay ekan, hammasini to'g'layman. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan O'zmaster. Meni hayolimga kelib qoldi. Minecraftda shu NPC bor, lekin nega uni ishlatmaymiz? Hozir men sizlarga buni to'liq ishlatishni ko'rsataman. Xo'sh, bo'lmasa video yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam boshlayman. Birinchi bolaga ko'chaga chiqib olamiz. Hozir sizlarga u NPC'ni ko'rsataman. U asl ko'rinishi, stop, bunaqa bo'lmaydi. Asl ko'rinishi magazinchi. Bu ham asl ko'rinish bo'lmaydi, lekin sizlar video olsanglar mana shunaqa qilib videoga quloq qilasizlar, NPC mod tortib o'tirmaysizlar. Chitga kirib shu komandani yozib olasizlar. Yozib bo'lganlardan keyin sizlarga mana shunday tuxum beradi. Uni sizlar yerga qo'yasizlar, faqat bunda kreativda bo'lishinglar kerak. Bo'lmasa umuman ishlamaydi. Birinchi bo'lib nastroykaga kiramiz. Xo'sh, keyin survivalni kreativga o'tkazamiz. Do'stlar, uzr, sal Minecraft qotyapti. O'zi ham 20 FPS ga tushib ketdi. Bo'lmasa mana shu NPC'ni qo'yamiz va bu yerda edit so'zini bossak, mana bunga har xil masalan bunga dialog qo'ysalar ham bo'ladi. Survivalga kirganlarda sizga mana shunday yozuv aytadi. Masalan, men fermerman deb. Bu yerda har xil skinlari bor do'stlar, mana ishchi, qo'riqchi, robot, hatto kichkina robotlargacha bor do'stlar. Mana masalan, mana neger bor. Mana qandolatchimi bilmadim, shu bor. Mana yarim qo'lli robot, mana do'stlar. Mana shunaqa skinlar ham bor. Juda ham kerakli modki, lekin buni ko'pchilik ishlatmaydi. Masalan, men endi ishlatishni boshladim. Mana robotlar ham bor, mana shunaqa aniq sizlarga kerak bo'ladi. Mana masalan, hozir men mana shunda mana xullas mana shunga qo'yaman. Bu keyin do'stlar nomini o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Hozir men kerakli bitta skin olay, masalan, bu stop. Men birorta yaxshiroq nima bor? Bo'pti, mana shuni qo'yib va NPC degan joyiga bu yerga xohlagan so'zinglar yozasizlar. Masalan, men robot deb yozdim. Robot 1. Xo'sh, mana NPC deyarli tayyor bo'ldi. Lekin bu do'stlar qimillamaydi. Bu yerga endi dialog tuzsanglar ham bo'ladi. Masalan, nima dialog tuzsak bo'ladi? Men hozir chotkinasi yozaman. Menimcha yomon chiqmadi. Xo'p, mana do'stlar, uje dialog tayyor, NPC'miz ham tappa tayyor. Hozir buni survivalga o'tganlardan keyin sizlar shu hozirda yozgan so'zim chiqadi, tepada nom va juda ham chotki chiqadi. Mana do'stlar, mana shu NPC'ni ham xuddi shunday qilganman. Bu video uchun juda kerakli, lekin ko'pchilik ishlatmaydi. Bo'lmasam do'stlar, video tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga albatta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimizga ham qo'shilishni unutmang. Saqlashimiz kerak. Hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.